Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz 64 dahasida 4-qavatda joylashgan bir xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Arenterga keladigan bo'lsak, shundoqqina Sokin supermarket, 12-maktab, uchastko'y xonani ro'parasidagi oxirgi podyezdda joylashgan. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, prixoshkalarimiz ham kattagina, baland, remontlari o'rtacha holatda. Kirganimizda chap qo'limizda shundoqqina tualet vannasi joylashgan. Tualet vannamiz remontlari yaxshi, chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Undan o'tganimizda esa oshxona qismimiz. Oshxonamiz ham ko'rib turganingizdek chiroyli, yaxshi emulsiya qilib qo'yilgan. Bu yoqda shunday o'zingiz xohlagandek kuxonyalarni yasatib, chiroyli holatda keltirib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bundan o'tganda asosiy xonaga kirib olamiz. Mana asosiy xonamizga kirib oldik. Asosiy xonamiz 5:3 kattagina, shinamgina holatda. Bemalol bitta yosh oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu xonamizdan shundoqqina balkonga o'tamiz. Mana balkonimizga o'tib oldik. Balkonimiz 6:1.5. Tog'amiz tapchanlarni chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Bu 4-etaj bo'lgani uchun havo juda ham zo'r aylanadi. Shunday devorlarimiz tinch holatda, mazza qilib tomosha qilib o'tiradigan joy. Bu kvartirani tog'amiz 18.900 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib to'liqroq ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. 64 hududidan kvartira qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.